oliy ma'lumotli pedagog va avtoinstruktor bo'lgan Kaminayi Kamtaringa kelsanglar, hamma o'sha imtihonga tayyorlashdagi detaligacha, melichigacha hamma orientirlarini zo'r qilib o'rgatib beraman. To'g'rimi? To'g'ri. Nasibaxon, tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Ana, rekomendatsiyani oldik. Shu ikkinchi chiqishim. Ikkinchi chiqishda ancha qo'llaringiz ham zo'r kelib qoldi. Hayajon o'sha unaqa emas, birinchi kundek emas. Orientirlarni cho'tki qilib bilib olgansiz. Endi, конечно, bu sizni o'zingizga ham bog'liq bo'lgan narsa. Chunki bu yerda miyani qabul qilishi ham sizda yaxshi ekan. Bir xil qizlarimizda ozgina sekinroq kechadi, miyani qabul qilish. Ular bilan sal ko'proq. Hayajonlanish kerak emas, tushkunlikka tushish kerak emas.